Bundan bir yil avval mamlakatimizda mahalla darajasida yangi mexanizm mahalla yettiligi joriy etilgan edi. Ushbu tizim obodonlashtirishdan tortib, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashgacha bo'lgan keng ko'lamli vazifalarni qamrab oladi. Viloyat rahbari boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda mahalla yettiligining joylardagi faoliyati, bu boradagi kamchiliklar hamda ko'plab masalalar tahlil qilindi. Yig'ilishda ba'zi mahalla raislari, mahalla yetakchilari hamda hokim yordamchilarining faoliyati qoniqarsiz deb topildi. Xususan Guliston shahardagi ma'naviyat hamda nihol mahallalarda obodonlashtirish ishlari sust ketayotgani, ariqlar o'z vaqtida tozalanmagani uchun mas'ul shaxslarning faoliyati tanqid qilindi. Hokim yordamchilarining tadbirkorlikni rivojlantirish, imtiyozli kreditlar ajratish, aholi tomorqalari hamda ijaraga beriladigan yerlar bilan bog'liq ishlardagi sustkashligi jiddiy e'tirozlarga sabab bo'ldi. Yoshlar yetakchilarining faoliyatidagi kamchiliklar ham aytib o'tildi. Xususan yoshlar daftariga kiritilgan 1,9 ming nafar yoshdan faqat 1,4 ming nafar yoshga yordam ko'rsatilib daftardan chiqarilgani, qolgan 950 nafar yoshning muammolari esa hal qilinmayotgani keskin tanqid qilindi. Hokim yordamchilari kambag'al oilalarni ijtimoiy reyestrdan chiqarishda real natijalarga erishishlari, profilaktika inspektorlari jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha yanada samarali ishlarni amalga oshirishlari shartligi ta'kidlandi. Yig'ilish yakunida viloyat rahbari muhokama qilgan barcha masalalar, xususan mahalla yettiligi faoliyatini yanada jonlantirish, obodonlashtirish ishlarini jadallashtirish, aholining turmush darajasini oshirish borasida mutasaddi rahbarlarga aniq va tegishli topshiriqlarni berdi.